来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Segila Asqar。今天我们要学习的是第4单元的第2部分啊，第4单元的这个课文向前冲2。我们来看一下故事场景，阿里木和哥哥边干活边聊天。Olim bilan oksi bir tarafdan ishlab bir tarafdan paranjitibdi bir tarafdan mundaq qilib bir tarafdan andaq qilyapti deganni 这个一边一边 desakmi bo'ladi, 边什么边什么 desakmi bo'ladi. Masalan, men bir tarafdan tamoq yeb, bir tarafdan televizor ko'ryapman desam, 我一边吃饭一边看电视yoki bo'lmasa 边边qilsak ham bo'ladi. 我边吃饭边看电视。U har qatdan bir tarafdan tamoq yeb, bir tarafdan telefon o'ynaydi desak, 他每次都边吃饭边玩手机。他每次都边吃饭边玩手机。ishqilib bir tarafdan mani, bir tarafdan ani desak, 边什么什么边什么什么 deymiz. Andan keyin这个har kuni kechda men bir tarafdan mundaq sayli qilg'ach, bir tarafdan uydagilarga telefon qilma desam, 每天晚上我会边散步边跟家里人聊天我会边散步这个边跟家里人聊天deymiz. Ishqilib ikki ishni, ikki harakatni tan qilgan vaqtimizda 边什么什么边什么什么 deymiz. 阿里木说的什么呀？今年麦子产量如何？bu yil mushu bug'doyniki o'sishi, 这个ishlab chiqarish miqdori qandaroq debdi. 那就是说 bug'doydan qanchalik hosil oldik demakchi. 今年麦子产量如何？biz burun doim nimani o'rgandik mushu 多少 andan keyin 怎么样 deb o'rgandik的。今天又多了一个什么呀？如何 deb chiqdi. 如何就是 qandaq. mundaq qilsak qandaq, 我们这么办如何？我们这样子做如何？ qandaq. 你觉得如何？ sizningchi qandaq degandek. 其实就是跟怎么样呢是一样的麦子产量如何？那这个 ishlab chiqarish miqdori deganni 产量 deymiz. Paxtaning ishlab chiqarish miqdori bo'lsa 棉花产量 Andan keyin yana mushu qo'noqninki ishlab chiqarish miqdori bo'lsa 玉米产量、高粱产量、水稻产量、甜菜产量、西红柿产量都可以都可以。亩产，亩bir mo'yani亩bir 1亩地2亩地 deymiz. 然后呢，产就是 ishlab chiqarilishi 多少呢？300多公斤那就是bir mo'yadan 300 necha kilo chiqibdi. bir mo'yadan 300 necha kilo bug'doy chiqibdi degan gap. 亩产300多公斤。然后呢，比去年产量高比去年产量高，那就是 oldingi yilga qaraganda ishlab chiqarish miqdori yuqori debdi. 好，那么ikki narsani selishtirgan vaqtimizda A, B'dan munda degan vaqtimizda A, B, B 怎么 deymiz. Masalan, mening bo'yam siznikidan egiz bo'lsa, 我的个子比你高，或者说我的个子比你的个子高我的个子比你的个子高 desak bo'ladi. Andan keyin 或者说 bizniki topshiriqimiz sizlarnikidan ko'p bo'lsa, 我们的作业比你们的多，我们的作业比你们的多。ishqilib selishtirgan chog'da A, B, B 多少 deymiz. A, B, B多 yoki 少 yoki bo'lmasa ishqilib sifatni keyinga ekilasiz. Masalan, mening opam sizning opangizdan semizga desa, 我妈妈比你妈妈胖我妈妈比你妈妈胖desak bo'ladi. Selishtirgan vaqtimizda
A, B'den manda desek A, B, B 怎么样啊，后面加形容词。那부ğdayninki什么呀？年产量bir yıllık ishlab chiqarishma miqdori 比去年aldınqı yılqıdan yuqori 高啊。然后阿里木说，哥，这2年核桃行情好，行情deganimiz就是bozor ahvoli啊，bozor ahvoli。那你们这2年2yilning yaqi核桃deganimiz yangoqninki这个bozor ahvoli yaxshi。如果咱家果园多种一些，这个baqqa köprek terib qo'ysak，一定能致富。조금 비비다도 답도。那我们在这个地方再看一下啊。52 yıl desek 这2年，52 yıl desek 那2年deymizse，这个应该没问题。核桃不bilimiz，yangoqni核桃deymiz。然后呢，bozor ahvoli yaxshi deganni行情好desek bo'ladi ekan，行情好。那bu yil mashinaninki bozor ahvolini yaxshi desek，今年汽车行业这个行情好，或者说汽车行情好desek bo'ladi。Andan keyin yana masalan bu yil oltinning bozorina yaxshi bo'ladi desek，今年黄金行情好，今年黄金行情好desek bo'ladi。Andan keyin boshqalardan bozor qandaroq deb so'rasak，行情怎么样？那你生意怎么样？bu bir odamga qarata. Masalan, men bir narsalarni sotdim. Men yangoq uchi quruq meva sotdim. Shuning bilan boshqalar mening sodamni so'rasa， 你的生意怎么样？ deb so'raydi. U vaqtida我的生意好，我的生意不好deymiz. 那么这个行情deganimiz men yolg'iz men anglamaymiz. Butun mushu bozor. 就比如说hozir nima dedik buningda这个masalan men shu yangoq sotayotgan bo'lsam, barliq yangoq sotayotgan odamlarningki shu jing'isiga hammasiga qarab kelsak, yangoq bu yil yaxshi sotilgan bo'lsa， 那就是行情好bo'ladi。bu bozor ahvolini行情deymiz， 跟生意不一样，对吗？那黄金这个行情好bo'lsa， bu yil seriq oltinni sotib olgan odamlar balki nihoyatda ko'pdir degandek. Masalan men bir savdo qilmoqchi bo'lsam， 如果我想做生意， 我应该先了解行情。 Agarda men savdo qilmoqchi bo'lsam, men avval savdo ahvolini egallashim kerak. 我应该先了解行情，明白了吗？好，这个呢是行情。如果咱家果园多种一些， agar bizningki mushu mevalik bog'ni ko'proq tersak， agar degani nima deyotganmiz? 如果 agar mening gapimni anglamasan sen cho'qim pushaymon qilasan desam， 如果你不听我的话， 你肯定会后悔的。 如果你不听我的话， 你肯定会后悔的。 deganga o'xshasa。 然后呢，一定能致富，一定deganimiz cho'qim， 就是100%的，100%的nima bo'ladi？ 致富buyib ketalaymiz， 那就是ma'lum bir yo'lda， 就是besh yo'lda shu yo'lda biz这个boy bo'lalaymiz desak， 致富deymiz， 致富。然后呢，他哥哥说的对，to'g'ri， 栽上果树，栽上果树。 daraxt tikishni nima deymiz? 栽树，栽树。那mevalik daraxt tikib qo'ysak， yana nima qilib bo'ladi？ 养些鸡鸭什么的，什么的在这个oldida biz o'rgangan什么的表示的是这个qatorliq deganni bildirdi。 那mevalik bog'dan mevalik这个daraxt tiksak， andan keyin yana nima to'xu g'oz o'dak degandek narsalarni beqib qo'ysak degandek这个beqib qo'ysak
desek nima deymiz? 养一些鸡鸭什么的这个 beqish deganni 养 deymiz. Bola beqish 养孩子 kala beqish 养牛。然后呢再 yana nima ish qilsin? 套种就是 üstüge yana nima tersek bo'ladi? 苜蓿蔬菜 那就是说 mega daraxt tikib daraxtniki ostiga yana mushuliq sayko'ktat bida qatorliq narsalarni tersaq bo'ladi. 蔬菜 苜蓿 这个应该没有什么问题. ishqilib terish deganni 种上 desak bo'ladi. 然后呢这样 bundaqda bunda bo'lganda 这样 demakchi ya'ni mushu daraxtni ko'ktatlarni anandagi mushu to'g'ularni biqib amisini qilib olsak 不但家里的牛羊有吃的了 不但deganimiz bo'pli qolmasdan nima bo'pli qolmasdan uydagi qo'y qalalarniki yeydigan narsalari bo'pli qolmasdan 而且 bo'pli qolmasdan hamda qolganlarini yana bir mayga 好价钱 xeyli yomon emas sotqili bo'ladi. mayga 好价钱 deganimiz 就是 yaxshi bahoga sotqili bo'ladi demak yaxshi pul topqili bo'ladi degan gap. 那这里我们再看一下 不但而且 munda bo'pli qolmasdan yana andaq degan vaqtimizda 不但而且 desak bo'ladi. 不但而且 desak bo'ladi. 那比如说我们的这个一带一路 对不对？一带一路 bu Jumgo'nun besh yo'liga emas balki mushu butun dunyoni besh yo'liga apmangdu desak 一带一路 不但可以带动中国的经济 而且能带动全世界的经济 desak bo'ladi. 不但这个不但而且都可以。然后呢这个地方还有一个这个重点 yana bir nuqtasi bor nima 卖个好价钱 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 deganimiz 就是 yaxshi bahoga setish ya'ni bu baho qanday bo'lsa yaxshi bo'ladi sijiq pul topa olsangiz u yaxshi baho bo'ladi. 比如说 men bir tosh tepib oldim qosh tishi ona 找到了一块玉 men bu qosh tishini menchilik bir qosh tishini agarda 2 millionga sotgan bo'lsam 那 hisobda 我是赚钱了 men xeyli pul topgan bo'laman 那这个时候我就可以说这个玉这块玉我卖了200万 那 boshqalar deydi就 yaxshi bahoga setibsa juma degan bo'lsa 你真是卖了个好价钱 卖了个好价钱 desak bo'ladi. Andan keyin bu mashinani aydigili 4 yil bo'ldi. 这个 hozir yaxshi bahoga setishmi tasib ketibdi. Sotqili bo'lmaydi ekan desak 这个车呢已经开了4年了 也卖不到一个好价钱了 也卖不到一个好价钱了 desak bo'ladi. 这个呢是卖个好价钱。然后呢这个 o'yin xili bo'lg'ida 就是bu o'y fikr xili yomon emas ekan. 想法不错 lekin 可是 lekin nima bo'ldi 我工作忙 xizmatim aldirash 工作忙 deymiz. o'rganishim aldirash 学习忙 desak bo'ladi. lekin 我工作忙 baba 一个人顾不过来 dadam yolg'iz yetish bulanmaydi. Yolg'iz degani 一个人 men yolg'iz turman men bir odam turman deb demaymiz. Odatda yolg'iz deymiz. Men yolg'iz turman degan chaqda 我一个人住 men har kuni yolg'iz tomoq yeyman, yolg'iz uyga ketaman, yolg'iz uxlayman desam 我每天一个人回家，一个人吃饭，一个人睡觉 deymiz. Yolg'iz 就是 men birla odam, yanimda boshqa odam yo'q, hamroyim yo'q degan vaqtimizda 一个人 deymiz. Sen yolg'iz bu boshqa shaharda og'rib silab qolsang qanday qilasan
第三，你一个人在异乡的朋友们你一个人在异乡，万一生了个什么病，该怎么办呀？第三不罗多，能听见不希拉能安排的吗？为什么要如此可的吗？这所有的事情都是我一个人做的，这所有的事情都是我一个人做的。第三不罗多，能听见一个人那个bir odamdan boshqa yani yolg'iz bir ishni boshqa odam aralashmay yolg'iz tutadigan vaqtimizda我们就说一个人deymiz. Anda baba 一个人顾不过来 yolg'iz yetishib bo'lolmaydi degan nima deydi ekanmiz? 顾不过来。那 yetishib bo'ladi-chu 顾得过来。那比如说 yordam kerakmi kerak emasmi? Yolg'iz siz yetishib bo'la olamsiz, yetishib bo'lamamsiz desam 用不用我帮你的需不需要帮助的需不需要帮助？你一个人顾得过来顾不过来？顾得过来顾不过来？第三就是yetişememsiz desek bo'ladi. Mesela yani我们再举一个例子，顾不过来一个。qo'shmoq bolaga faqat yetishamadim jumu desam, 这双胞胎qo'shmoq bolaga yolg'iz yetishmaydi ekanman, menga yordam qilmasangiz bo'lmadi desam, 双胞胎我一个人顾不过来，你得帮帮我了。双胞胎我一个人顾不过来，你不帮我不行了。你不帮我不行了，都可以。顾不过来yetişemezlik，顾得过来yetişemezlik。然后呢，我们跟爸爸商量一下，跟谁商量一下deganimiz maslahatlashib ishi. Biz dadimiz bilan maslahatlashib boqaylik. Maslahatlashib nima qiladigan? Mayta to'laji bor. To'lajidan birini setib olaylik. Maynongchi这个yeziklik mashinalarni setib olsa, 政府 hukumatda yana nima bor? O'sha to'liqlama bor deyapti. 那我们来看一下啊 birisi bilan maslahatlashganni 跟谁商量一下 bu ishni cho'qim opangizlaringiz bilan maslahatlashib beqing desak 这件事情一定要跟爸爸妈妈商量一下 这件事情一定要跟爸爸妈妈商量一下 deymiz men bilan maslahatlashmaylar o'zingiz qaror chiqaribsiz-ku desak 你怎么没有跟我商量一下就自己做决定呢 你怎么没有跟我商量一下就自己做决定呢？第三，嘟嘟嘟，买台拖拉机吧，这个应该没问题啊。拖拉机的birini setib olaylik，拖拉机的birini setib olaylik debdi。买农机，政府还给补贴呢。农机setib olsa，这个 hukumat nima berdi？这个to'liqlama berdi。to'liqlama nima deymiz？补贴啊，补贴。然后哥哥是怎么说的呀？回头。 那这个地方的回头是 orqaga qarashmi? 它当然有这个意思啊 orqaga burilib qarash degan ma'nosi bor. Lekin bu yerda orqaga burilib demoqchi emas, balki keyin demoqchi. 那就是后面啊以后应该是不会太久 ancha uzun vaqt emas. 那就是或者说 qaytganda deb desak bo'ladi. qaytganda deb tushunsak bo'ladi. 那 keyin men 村委会ni tepib nima ish qilay? 问问这个事儿，bu ishni bir so'rab boqay debdi. Keyin. 那 bu ishni keyin deyishaylik. 这件事我们回头再说。这件事我们回头再说。Men sen bilan keyin hisoblashmangu. Bugun vaqtim yo'q. Men sen bilan keyin hisoblashmangu desak, 我回头再跟你算账，我今天没空。我回头再跟你算账，我今天没空。desak, 嘟嘟嘟。 然后哥哥说了个什么呀？你这到过大城市的人，三不穷shaharga berib boqqan odamlar，到过大城市的人怎么样啊？想法就是多，o'y fikrlari haqiqatan ko'pgan， o'y fikrlari haqiqatan ko'pgan， 想法就是多啊。然后阿里木你们的多，哥哥，幸福的日子。 要靠党的好政策，baxtli turmush
nimadan keladi? Shu partiyaninki yaxshi siyosatlaridan, ya'ni 自己的奋斗 o'zimizningki tirishchanligimizdan barpo qilamiz. 意思就是说 baxtli turmushga erishimiz desak ikki narsa. Birsi shu partiyaninki yaxshi siyosati, yana birsi sizningki tirishchanligingiz. Shu ikkisidan o'zingizni baxtli qila olasiz. 那给你一个好的政策 yaxshi siyosatni bersa, 你不利用它 siz undan foydalanmaysiz ve bo'ldilar deb o'tasangiz, 你永远不可能幸福，你也永远都不可能成功，是不是？那 o'zimiz quruq tirishib也很难，也很难。你只要这个好好利用机会的 fursatdan yaxshi foydalanib， 你再去创造自己的价值，这肯定是最好的啊。 타인업 deganni靠 deymiz, 靠别人不如靠自己. Başqalarga tayangandan ko'ra o'ziga tayangan yaxshi. 靠别人不如靠自己. Ana degani mundaq bir gap bor. Taqqa tayanay desam, taq o'rlib ketadi. 也就是 taqqa yo'l, 因为这个靠还有一个 yo'linish degan ma'nosi bor, emasmi? Shuni bilan taqqa yo'linay desam, taq o'riladi. Odamga yo'linay desam, odamga tayanay desam, odam qochadi. Shuni bilan 靠谁? 靠自己. 靠山山倒, 靠人人跑, 还是靠自己吧. 靠山山倒, 靠人人跑, 还是靠自己吧。无论我们做什么事情啊，无论我们做什么事情，我觉得都应该靠自己。你不要天天做梦，her günü tush ko'ribdimdi, manga yordam qilamu, mama munda qilib bersobdika deb， 你这种想法不要有啊，你不要去想这些有的没的东西。你应该想，我怎么靠自己，靠我的手，靠我的脑子去养活我自己，去让我周围的人都幸福起来。靠谁？靠自己啊，靠自己才是最靠谱的。然后呢，其他的应该没有什么问题了吧啊。baxtli turmush degan nima deganimiz? 幸福的日子啊，幸福的日子。好，那接下来呢，我们再过一下啊。ishlab chiqarish miqdori deganda产量deymiz. Qanday ekan desak, 如何 deb so'raymiz. Andan keyin mana shu ikki narsani silishtirib, ma'noningdan mundaq ekan degan vaqtimizda A B B 加形容词啊 A B B 加形容词bo'lib mangdu. Agar munda bo'lsa deb maqsad 如果 deb bu paraz bo'lib mangdu va 如果怎么样. Andan keyin这个 mundaq bo'lib qolmasdan yana mundaq degan vaqtimizda 不但什么什么什么，而且什么什么什么 desak bo'ladi. Andan keyin yolg'iz degan vaqtimizda palonchi yolg'iz desak, masalan opam yolg'iz uyda, хорошо opam uyda yolg'iz, men uyga ketmasam bo'lmaydi desam, mama 一个人在家，一个人 deymiz. Juma 妈妈一个人在家，我得回去陪她都可以。然后呢，yetishmaslik degani 顾不过来啊，顾不过来。bunda chiqishda yolg'iz qanday yetish bo'lmaydi desam, 这么多活我一个人怎么顾得过来？这么多活我一个人怎么顾得过来？ Bolaga qarang, xizmatga bering, tomoq eting, kir yuving, hamma ishga men qilaman deb, men qanday yetish bo'laman? Men tumi odamman, siz nima ish qilgan odam? desak deymiz. 看孩子，做饭，工作，洗衣服，收拾房子，什么都是我干，我一个人顾得过来吗？你是干什么的？ desak bo'ladi. 然后呢，那当然bunda ma'ziq degandek bunda talaffuzda desakchu so'qashib qilishi mumkin. 所以呢，做饭、洗衣服，yani nima dedi? 工作带孩子，
我一个人实在是忙不过来，你也帮我分担分担吧。第三个要写了不多。好，继续。然后呢，这个跟谁谁谁商量一下，跟谁谁谁商量一下啊。然后keyin degan vaqtimizda回头怎么怎么样，回头怎么怎么样。然后呢，还有就是靠什么什么什么degan讲的 tayinish degan ma'noda bo'ldi tayinish。好，那差不多了，跟老师一起来读一下吧。今年麦子产量如何？亩产300多斤，比去年产量高。哥，这2年核桃行情好，如果咱家果园多种一些，一定能致富。对，栽上果树，养些鸡鸭什么的，再套种上苜蓿、蔬菜。这样不但家里的牛羊有吃的了，而且其余的还可以卖个好价钱。想法不错，可是我工作忙，爸爸一个人顾不过来。我们跟爸爸商量一下，买台拖拉机吧。买农机，政府还给补贴呢。回头我去村委会问问这个事儿。你这到过大城市的人，想法就是多。哥哥，幸福的日子要靠党的好政策和自己的奋斗来创造。那今天的内容有没有放到脑子里面去呢？回去把咱们的课文背下来哈，这是非常非常重要的工作。你要想让你开口说话，你就必须背下来。你不背下来，哪有那么容易去说，哪有那么容易去想起来？那就这样子吧。那今天我们的课就先上到这里，我们下一期再见。